Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz kuzatuvchilari. Bugun men sizlarga qora ikra seriyamiz to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Qora ikra seriyamiz asosan 30 yoshdan oshgan, yuzi quruq, juda ham quruq, yuzi yoshiga nisbatan juda ham qari ko'rinadigan, ajinlari bor bo'lgan va yuzida kapillyar qon tomirchalari mavjud bo'lgan mijozlar uchun tavsiya etiladi. Asosan massajli kremlar bilan birgalikda va o'zini tonik, losyoni, sivrotkalari, kremlari va quyosh himoyalari, chuqur tozalovchilarimizga albatta peeling gel va glina maskalar bilan tavsiya etsalaringiz juda ham zo'r natija ko'rsatib beradi yuzlarida mijozlarimizni. Kimda-kim mijozlarimiz yuzimdagi o'sha nuqsonlarim yashirilib, yuzim chiroyli oppoq tursin desa, Lakora brendi ostida ishlab chiqarilayotgan B-Beauty yo'nalishimiz bo'yicha Sunbaby tonalkalarimiz bilan birgalikda tavsiya qilsangiz ham zo'r natija qilib beradi qizlar. Mana shu to'liq nabor ko'rinishida mijozlarimizni yuzini holatiga qarab bemalol tavsiya qilsalaringiz bo'ladi. Lakora mahsulotlari bilan go'zallik va yoshlik hamrohingiz bo'lsin.